Qarang, xo'p 2017da siz shuni boshladingiz, dastlab pul ishladingiz, keyin nimaga O'zbekistonda emas, Dubayga yoki Bahraynga borib kompaniya ochdingiz? Men o'zi Bahraynda buni ochgan inson meni sherigim. Siz qachon ochgansiz uni? 2020-yil ochilgan. Ungacha O'zbekistonda ishladingiz, Da, to'g'rimi? ungacha O'zbekistonda ham trading qilardim, ham kriptovalyuta bilan shug'ullanardim. Nima xalaqit berdiki yoki nima sabab bo'ldiki yoqib ketdi? Yo'q, hech narsa xalaqit bermagan, chunki u payt hech qanaqa chegara sezmaganman. Men prosta o'sishni xohlardim, men qizdirishni boshladim. Shu Crypto Miners hozirgi kompaniyamiz menga chiqib qolgan internetdan. Uni yaratgan inson, o'sha ochgan inson meni sherigim. Bahraynda ochgan, u bilan tanishdik, gaplashdik, встреча назначать qildik, bordik, ko'rishdik. Qarashlarini tushuntirib berdi menga, qanaqa qaraydi. O'zim ham yashirmayman, mining bilan shug'ullanardim O'zbekistonda ozgina. Keyin bu yerda o'zi tushunib Energiya bilan bog'liq energiya muammolari, boshqa tushunib yetdim. Keyin unga borib maslahatlashgandan keyin tushunib yetdik, shu Dubayda ochamiz. Qaror qildik, birlashib Dubayda ochamiz. Shundan keyin boshlanib ketdi. Dubayda birinchilardan bo'lib boshladik bu narsani. Birinchilardan bo'lib boshlaganimiz uchun uje birdaniga yaxshi rivojlanib ketdi. Tushuntirib bera oldik o insonlarga. Juda ham ko'p moshennik skamerlar ham kelib ochib, yopilib, Rossiyadan ochilib, yopilib ketdi, lekin hozirgacha ishlayotgani faqat biz. Hozirgacha ishlayotgan, o'sha vaqtdan hozirgacha ishlayotgani faqat biz qoldik. Chunki biz daveriya boshqa taraflardan не только faqat miningga qotib qolmaslik uchun laboratoriya, shu blockchain laboratoriyalari, blockchain texnologiyalari asosida ishlaydigan Web 3 loyihalarini ishlab chiqishni уже boshladik hozirgi vaqtda. RWA bu bitta narsani tushunishini xohlayman. Kim bo'lsa ham, xoh davlat insoni bo'ladi, xoh insoniyat, xoh xalq bo'ladi, bitta narsani tushunish kerak. Kriptovalyutani qo'shib yuborishadi-da. Bu o'ylashadi savdo instrumenti, boshqa yoki scam loyihalar boshqada inson tushunmaydigan joyda, pul ko'p joyda faqat scam bo'ladi. Ya'ni aldov bo'ladi. Inson tushunmaydigan va pul ko'p joyda. Faqat aldov bo'ladi. O'sha uchun, lekin buni mohiyatini olib qarasak, bu kriptovalyuta chistagan texnologiya, DeFi kirib keldi. DeFi degani 2019-yildan уже decentralizованный financial, ya'ni markazlashmagan moliya kirib keldi internetda. Ya'ni siz